siz birgina bodring yoki ikkita bodring bilan shunday salatlarni qilib ko'rganmisiz? Agar qilib ko'rmagan bo'lsangiz, like bosing. Agar birinchi marta eshitib ko'rgan bo'lsangiz, eshitib turgan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Bunda bizga shunaqa kesuvchi narsa kerak. Va agar kichkina bodring bo'lsa, ikkita kerak. Agar uzun bo'lsa, bitta yetadi. Birinchi bu bodringlarni to'g'rab olamiz. Birinchi navbatda bu bodringlarimizni ikkita chetini kesib olamiz. Ikkalasini ham kesib olib bo'lganingizdan so'ng ularni dumaloq qilib to'g'rab chiqasiz. Mana ko'rib turganingizdek birinchisini qilib bo'ldim, endi ikkinchisiga navbat. Ikkinchisi juda katta ekan, lekin bularni biz to'g'rilaymiz. Mana shunday qilib biz hammasini kesib bo'ldik. Xo'p, biz buni hozir mana shu tarelkaga taxlab chiqamiz. Biz ularni navbat bilan taxlab chiqamiz. Bu unchalik ko'p vaqt olmaydi. Lekin hozir pauza qilib turaman. Mana men hammasini taklab bo'ldim va endi bunga tuz qo'shish kerak. Tuzni esa biz ustiga sepib chiqamiz. Tuz sepganingizdan keyin shunaqa shirin chiqadi. Onangiz bunga judayam xursand bo'ladi va buni onangizga va otangizga bering. Buni yeyish ko'rsin. Va bunga necha baho berishganini aytishsin. Hammaga xayr. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling, like bosing, shu kommentariyaga xohlagan so'zingizni yozib qoldiring va shunda men unga yangi retsept qo'shib ko'raman.